Keyingi savol: qanday asoratlar bo'lishi mumkin? G'ilaylikni bartaraf etish bo'yicha jarrohlik amaliyotlaridan keyin ba'zi holatlarda bemorlar ikkita ko'rish yoki ko'rayotgan paytida ko'rayotgan jihozlar qiyshuv ko'rinishi kabi hissiyotlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik holatlarda bunday hissiyotlar ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. G'ilaylikni bartaraf etish jarrohlik amaliyotidan keyin g'ilaylik yana paydo bo'lishi mumkinmi? Shunday holatlar bo'lishi mumkin. Shunday holatlar bo'lish ehtimolligi ko'proq bo'lgan bemorlarni shifokorlar avvaldan ogohlantirib qo'yiladi. Ko'pincha bemorlar tashqi ko'rinishni to'g'rilash istagini bildirgan bemorlarga bular hammasi batafsil tushuntiriladi. Yana g'ilaylik paydo bo'lib qolish ehtimolligi qancha foiz borligini hammasi batafsil tushuntirilib, keyin jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Lekin ko'pchilik holatlarda g'ilaylik qaytalamasligi kerak. Bir jarrohlik muolajasidan keyin g'ilaylik mutlaqo bartaraf etiladimi? Ko'pchilik holatlarda bir marta jarrohlik amaliyoti o'tkazilganda ko'zni g'ilayligi to'g'rilanadi. Lekin ba'zi murakkab holatlarda 2 marotaba, ba'zi holatlarda 3-4 marotaba bir necha bosqichda operatsiya qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu haqida sizni shifokoringiz sizga albatta ma'lumot berishi kerak. Qadrli obunachilar va bizning bemorlarimiz, shu videoda eshitgan savollaringizga ichida sizni qiziqtirgan savollar bo'lmasa, yana boshqa sizni bezovta qilayotgan savollar bo'lsa, sharhda yozing va keyingi videolarimizda bu savollarga javob berishga harakat qilamiz.